Do'stlar, Ronaldoni oldiga 5-kun. Ronaldoni oldida nima bor? Mana Botir akasini oldiga keldi. Xullas, men mana shunga qo'l qo'yishim kerak ekan. Ronaldoni oldiga borib nimadir ko'rsatishim kerakmi? O'zim talantimni ko'ring. Qarang, Ronaldo bilan ko'rishyapsam, asha ko'pga qaytgan desa qo'l qo'yib berasiz, inshaalloh buni bo'ldi, обязательно qo'l qo'yamiz. Lekin tarixiy hujjatlarga qo'l qo'ymaganmiz. Ukamizga omad tilaymiz. Bu ukamiz umriga 150 kunni yayov borgan, hech narsadan tap tortmasdan qancha qiyinchiliklar ko'tarib, bu yoqqa Ronaldo nima bo'ldi? Allohning uyini borib ko'rib keldi dedi odam. Bu yoqqa oqyor. Nima deysiz, ko'rish olmayman. Kim? Nima deysiz, ko'rish olaman? Sen menga telefon qilaman, qilamaysiz, keladi Ronaldo. Dodam o'zim chaqirib beraman. Sen borishing shart emas. Hammasi dudtimi? Ronaldomi, Krishtianmi? Qarzi bor unda. Ayib beradi. Dodam Krishtianu Ronaldo eshitdingmi, shu yertamisan, bo'ldi. Mana toychoq boradi, kutib ol. Bo'ldi, meni aytasan, bo'ldi. Dodam omacho'da hozir Hindistonga uchyapman. Hindistonda tilni bilmasdan yurmoqchiman. Hindistonga borsang, kimlar bor? Bilasan, aktyorlar zo'rlar, Shohruxxon, Salmonxon, Amirxon, to'g'rimi? Botirxon. Ular shular muammo bo'lsa chiqurmang. Zatillar do'stlar. Zo'rch. Edik ukam, seni niyating yaxshi mana. Xolis niyat qilib Allohning uyini borib ko'rib kelding. Yaxshi niyat qilib Xudo xohlasa Ronaldoni ham ko'rib kelasan. Kelsang, ko'rib kelsang, men bitta zo'r sovg'a tayyorlab qo'yaman. Bo'ladimi? Har doim niyat yaxshi qilaylik o'rtoqlar. Hamma yoshlar yaxshi niyatda bo'linglar.